Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa bu oy dum yaxshi oy, ko'pchilik biladi. Shu oy munosabati bilan Xudo xolasa vaqf komandasi yana katta karvon bilan yo'l ochgatir. Xiva tumanini oz emas, Seli 52 mahallaga Xudo xolasa saxovat karvoni tayyorgarlik qilinib turibdi. Shuning uchun sizlardan moqida iltimosimiz, kimni nechik imkoniyati bo'lsa, kim novda yordam berib desa, bizlara qo'shilishni so'raymiz. Yana shu Xudo xolasa shu skladni sizlar bilan birga dolduramiz. Bugundan boshlab produktdan, ayniqsa bitovoydan, kiyim-kechakdan, bilasizlar-ku, olib borib yurgan narsalarni shu masalalar bo'yicha bizlarga ko'maklashib bersangizda dim chiroyli bo'lgan bo'lar edi do'stlar. E'tiborsiz qoldirmaysizlar, saxiylarga yuvarasizlar, yaqinlarga tarqatasizlar va shu videomiz orqasidan shu skladlarimiz to'lib, bu yondagi bize şu saxiylarning yordamidan muhtoj bo'lib turgan oilalarni Xudo xolasa bir karına birgalikda yarab, ularning duosini olamiz degan niyatdamiz. Pastdagi 4000 nomerimiz o'zgarmagan. Shu nomerga urasida kimdan nechik savol bo'lsa, 24/7 javob beradilar. Agar yo'q, o'zim olib boraman deydigan bo'lsangizlar, telecentr yonida asosiy bazamiz joylashgan. Vakillarga tarqatinglar. Hammangizdan eng go'zal oilaning birida Alloh rozi bo'lsin.